Bugungi video rubrika bolami shanba yakshanba dam olish kunini 24 soat ichida qanday o'tkazamiz. Biz 12:30 ertalab sahar turdik. Keyin zavtrak qilishlikka tayyorgarlik ko'rdik. O'zi uyg'otdi mana budonlik bo'lib. Men tuxumchalarni va morozilkaga qo'yib turib, shunaqa mini to'rg'ab turib qovurib beraman, zo'r yeydi. Meni bolamga shu yogurt, sir shunaqalar qichirili bo'lib tuyuladi. Karishka frit tuxum qilib berdim. Yedi, undan keyin suzishga ketdi. Yo'lda yomg'ir yog'ayotgan. Har shanba yakshanba biz suzishga boramiz. Bizasini yoqtiradi. Tug'ilganidan beri cho'milmagan kuni bo'lmagan. Videoga olish mumkin emas ekan, shu yerda kamera yo'ligi uchun olib oldim. Suzishdan chiqib shunaqa sushilkalargacha udobstvo qilib bergan ishoninglar. Keyin kiyimlarimizni quritib, cho'milib ketdik. Bola uxlab qoldi yo'lda. Undan keyin obedini qilib berdim, uxlab turdi. Tvenjanguk, sir, yogurt, shirin, kartoshka, keyin guruch. Karislar guruchni non o'rnida yedi. Keyin bolani hamma kiyimlarini yuvilganlarini dazmolladim. Bolamni kiyimini dazmollamasam xuddi didomga berib yuborgandek o'zimni yomon onadek his qilaman, bilmadim kimda qanaqa. Bog'chada bo'ladi shunaqa, divanda yotishmaydilar, faqat o'zlarini olib kelgan ajolda yotishadi. Uni biz har haftada yuvib, chiroyli qilib tayyorlab berib yuboramiz. Bir haftada kiyadigan kiyimlari, pamperslari bilan. Pampersda oyda nechta jo'nat dersa, o'shanaqa vaqtda jo'natamiz bir pachkasini. O'zim chikkinda tiqdim, bola ovqatini yeb oluvdiga yana bir qator yuvinib chiqdi. Undan keyin multfilm ko'rib yotdi, nima qilgisi kelayotganini bilmasdan. Undan keyin ujinini qilib berdim. Shunaqa kotlet, yana yogurt, sir, mevaga olma va guruch. Meni bolamni ovqatida doim yogurt bilan sir bo'ladi. Bunaqasiz yasholmaydi. Bunisini ham yedi, tishini yuvib uxlashga yotdi. Men ozvochka qilayotgan vaqtim uxlab bo'ldi. Hozir uxlab yotibdi. Shu bilan endi ertaga bog'chaga ketadi. Yana har haftamiz shunaqa davom etadi. Sizlarda dam olish kuninglar qanaqa o'tadi? Video yoqqan bo'lsa hammaga rahmat. Xayr.